Assalomu alaykum Chimgon obunachilari. Mana bugun 27-aprel, Xudo xolasa Surxondaryo viloyatiga Denov tumaniga ikkita traktorimiz yo'lga chiqdi. Xudo xolasa mana assalomu alaykum. O'rol aka ismlari, 4 ta o'g'illari musofirchilikda ekanlar. Akamizni mana 4 ta o'g'illari Xudo xolasa otalariga mana traktor sovg'a qilishibdi. Aka, bu traktorni qayerdan ko'rdingiz? O'rol aka shuni aytib o'tsangiz. Yo, kim tavsiya berdi? Ko'rdik-da. Videodan ko'rib, mana shuni keldik, olmoqchi bo'lib, mana keldik, oldik mana. Aka, qalay traktor? Ma'qulmi sizga? Yaxshi, zo'r. Aka, barakali bo'lsin, yaxshi kunda xizmat qilsin. Endi aybga burilmaysizlar, akamiz sal kam gap ekanlar, lekin musofirdagi o'g'illariga omad tilab qolamiz. Eson-omon uyga qaytib kelishsin. Ikkinchi traktorimiz ham xuddi Denov viloyati, ikkalasi bitta joyga ketyaptilar. Akamiz Jasurbek aka, assalomu alaykum. Aka, xush kelibsiz. Jasurbek akamiz xarid qildilar. Endi Jasurbek akani birinchi chimgan traktorlar emas-aka, ikkinchisi ekanlar. Shunga aka o'zingizni anaqalingiz bildirib o'tsangiz aka, fikrlaringiz. YouTube'dan ko'rib keldik. Oldin minganligimiz uchun, ma'qul kelgani uchun mana yana olyapmiz. Tavsiya qilamiz. Aka, yaxshi kunda xizmat qilsin, barakali traktor bo'lsin. Bu yoqdan Xudo xolos hammasi ko'ngil to'q aka. Ikkalanglardami? Aka, ikkalanglarga ham barakali traktor barakali bo'lsin, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Chimgan O'zbekiston, hosilingiz kafolat.